Aziz do'stlarim, siz kutgan kunlar keldi. Avtomobillarga rasrochka ochildi. Barchangizga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. M3larga juda ham katta yangilik. Azizlar, rasrochka ochildi. O'z pulini bo'lib to'lashga bemalol xarid qilsalaringiz bo'ladi. To'liq obzorlarni qilib o'taman. Komfortlari vobshe dahshat. Metan, propan, momosi tushadiganidan, ya'ni garantiyalar bilan qilib berishadi. Albatta obzorimizni ko'ringlar, baho beringlar. M3 va M4 sizlarga to'liq obzorlarni qilib beraman. Qanaqa avtomobil o'zi xarid qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Narxlari qanday hozirda? Oldinga qaraganda qancha narxlari tushgan, hozirda qancha skidka ketyapti? Barchasi haqida ma'lumotlar bo'ladi. Sizlarga yaxshi kaftilagan holda bizning videomizni boshlasak, albatta layklar bilan qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Zarshov aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'p kuttirmaymiz. Sizlar obunachilik uchun M3larga rasrochka ochildi. Ya'ni tartiblari, to'lovlar turi to'g'risida to'liq video davomida aytamiz. Nol mashinani bitta ko'rsataylik aka. Ko'rmagan obunachilar ko'p. Video davomida albatta narxlarni to'chni aytib o'tamiz. Doris qo'ldan kelgan shakli. Mashinamiz motorlarini ko'ring. Eng zo'r mana shu motor hisoblanadi. Sababi 1.8 sepli motor, 134 tot kuchi, rasxod 8 litrga rasxod qiladi. Konseynerni ko'ryapsizmi? ABS tormoz, konseyner, hamma narsasi bor. Shu izolyatsiyaga qilingan mashina hisoblanadi. Eng yaxshi tomoni material, asl material hisoblanadi. Juda ham baquvvat hisoblanadi. Oldi tomonidan qaraydigan bo'lsangiz, juda ham xavfli tomonidan talabga javob beradi. Sababi oldi o'rtasi uzunroq. Ko'ryapsizmi aka? Endi xudo ko'rsatmasa avariya bo'ladigan bo'lsa, damaslarda avariyani strafga olinmagan. Bunda avariyani strafga olingan. Mashina salon qismiga ko'ring aka. B kategoriya bilan bemalol boshqarsa bo'ladigan 9 kishilik bemalol 8 ta passajirda o'z bag'riga sig'dira oladi. Eng qizig'i yozgi kunda muzdekaniga uchun konseyner shaxtalar qo'yilgan orqaga ham, oldiga ham 4 tadan deflektor qo'yilgan. Aka, opshi 9 mestalik, to'g'rimi? Opshi 9 mestalik aka. B kategoriya bilan bemalol boshqarishaveradi. Aka, necha pul bilan olib ketsa bo'ladi mana shu avtomobillarda? Aka, rasrochka orqali. Xo'p. Isroil aka, mashinaning narxi 215 million 460 ming so'm. Boshlang'ich pul yetmay turgan obunachilar uchun 70% ni to'lov qilishadigan bo'lsa, ya'ni 150 million 822 ming so'm to'lov qilishadi. 1 yil mobaynida qolgan hech qanday foizlar qo'shilmagan holatda 0% stavka bilan 1 yilga rasrochka qilib berish ochildi aka. Agar yo'q, meni pulim yetmaydigan bo'lsa, yana ham qulay shartlar asosida bemalol olsalar bo'ladi. Uni birin-ketin aytadigan bo'lsa, Isroil aka. Xo'p. 30% to'lov qilishadigan bo'lsa aka, 64 million 638 ming so'm to'lov qilishadi. 1 yildan 60 oygacha bemalol olsalar bo'ladi. Ya'ni 12 oydan 60 oygacha qulay shartlar asosida olsalar bo'ladi. Boshqa avvalgilar oldin 26% bilan chiqarayotgan bo'lsa, hozir 60 oyga 22,5% bilan bemalol olib ketsalar bo'ladi. 22,5% bilan bemalol olib ketsa bo'ladi. Yillik stavkasi bu. Qolgan assetga summa chiqadi. Ya'ni 60 million, shu 64 million 638 ming so'm to'lov qilishadi aka. Qolgan assetga summaga kredit foiz hisoblanadi. Zo'r ekan. Shunda men xohlasangiz avtokredit orqali, xohlasangiz naqd ko'rishni, xohlasangiz rasrochka orqali. Xuddi shunday. Qaysi tartiblar sizlarga qulay bo'lsa, shu tartiblarda olaverasizlar. Albatta aka. Agar misol bir xil odamlarning qo'lida misol gideta 86 million puli bor, to'g'rimi? 86 million 184 ming so'm pul bilan kelishadi. Pullar keladigan joyi bor. Ya'ni 200 million pullar qayerdadir yotibdi yoki 150 million pullar qayerdadir yotibdi, to'g'rimi? 5-6 oyda keladi. 6 oyga rasrochka qilib beramiz aka. Nima deyapti? 0% stavka bilan 6 oyga rasrochka qilib beramiz. Xudo xolasa 86 million 104 ming so'm to'lov 184 ming so'm to'lov qilishadi. 6 oyga 0% stavka bilan chiqadi yoki 60 oygacha bemalol yana qulay shartlar asosida. Uni to'liq ma'lumotini olish uchun albatta pastda nomer qoldiring aka. Shuni telefon qilib, mana buncha muddatga ola olaman, mana buncha muddat to'la olaman, qulay shartlarni tushuntir deyishadigan bo'lsa, har bitta menejer 100% individual shug'ullanib tushuntirib beriladi aka. Yo'q, aka, bu ichlarida nima komfortlari bor, nima qulayliklar bor aka? Xo'p. Qulaylar elektropривод zamok, center zamok, gidrousiliy rul, 180 220 tezlik speedometr ko'rsatadi. 180 gacha bemalol bosgan odamlar, shofyorlarimiz bor. Korobkalar moshina chiqqan, 5 ta korobkadan iborat 5 bosqichli korobka, konseyner, ABS hamma narsasi bor aka. Bu monitorlar zavodskoy bo'ladi. Android monitor aka, полностью programma, любой programma o'rnatsa bo'ladi. Eng qizig'i orqasiga bagajga, orqa ko'rinishi ko'p shofirlar yoqilgan narsa mana shu orqa ko'rinish hisoblanadi. Juda to'rtburchak chiqqan, zatniy kamera bu yerda bor, 4 ta parktronik qo'yilgan albatta va kattagina bagaj joyi bor. Ko'pgina yukni bemalol sig'dirib ketaveradi. Gap yo'q. Azizlar, juda ham zo'r avtomobilcha ekan. Aka, qancha garantiya qancha beramiz aka? 3 yil 100 ming probeg garantiya berilyapti. 3 yil 100 ming probeggacha. Primoy nomiga chiqadimi o'sha? Primoy nomiga chiqadi, mijoz nomiga chiqadi. Hech qanday boshqa odam nomiga taqiqga qo'yilmaydi. Mashina taqiqda turadi, endi stravka uchun.
to'lovlar qilishadi. Mashina taxtdan o'z avtomatik kechilib ketaveradi. Bu faqat Jack M3 o'ziga ochilgan. Jack M3 Gurzoy varianti, ya'ni Jack M3 Van degan variantimiz ham 199.80 so'm, uni 30% boshlanish to'lovi bilan 3 yildan 5 yilgacha qulay shartlar asosida olsangiz bo'ladi yoki Jack M4 varianti va uni bitta ko'rsatib o'tinglar aka. Nima deysiz? Xo'p, aziz obunachilar, Jack M4 tayyor Lexus basharadilar. Jack M3 akasi hisoblanadi. Ya'ni aka-ukaga solishtiradigan bo'lsa, bu akasi. Yo'llarda o'zini tutishi juda ham zo'r, sababi M3 ga nisbatan sal kengroq chiqqan. Motorlari esa motorlar 2 atmosfer motor. Undan ko'ra sal ob'em kattaroq. Grinjit motorlar qo'yilgan bunga. Faqat buniki remenli hisoblanadi. 145 soat kuchi bor. Rasxoti 9 ta 10 ta rasxot qiladi shahar ichida. Trassada 8 ta 9 tagacha rasxot qiladi. Undan kamroq ham qilishi mumkin. Ya'ni sizni spokойно bosishingizga qarab. Lexus basharadigan Lexusga o'xshab ketadigan облицовкаlar qo'yilgan. Tumankalar zavodga qo'yilgan bo'ladi. LED faralar bilan jihozlangan aka. Oldi laboy o'ynaylarimiz, orqa laboy o'ynaylarimiz qizdirish funksiyasi bor aka. Balonlar 16 dyumli balon qo'yilgan. Alyumin diska balonlar keladi. Diska tormoz bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, eng qizig'i mana bu joyda aka 360 gradus kamera qo'yib ketish uchun pechchalar ham qo'yilgan. Joy tashab ketilgan. Joy tashab ketilgan. Ha, bemalol qo'yib olsalar bo'laveradi. Xo'p, eshikni ochganingizda elektropривод o'yini ko'tarish, center zamok va bakovoy nazorat elektronniy. Bu yerda esa rullari, cruise control, medialar boshqarish, Android monitor bilan jihozlangan. Ichlari o'tirib ko'ramiz azizlar, ichlari lekin juda ham qulay. Aka buni nimasi gidravlik rul hisoblanadi. 220 speedometr ko'rsatib turibdi aka. Bemalol 180 gacha o'zini chuvsvit qilib bera oladi aka. Bu yerda esa Android monitor bilan xohlagan narsalarni qilsalar bo'ladi. YouTube, onisi hamma funksiyasi bor. Bu yerda esa klimat kontroli nazorati. Xuddi shunday. Zatni kamera ham Android monitordan ko'rsatadi. Zo'r ekan. 9000 talik bu ham. 9000 talik B kategoriyalarni bemalol boshqarsalar bo'ladi aka. Orqasi resorda. Balon almashtirish shart emas. Balonni almashtirish shart emas, o'zini baloni zo'r yetadi. 1 yil, 2 yil bemalol xizmatlarni qilib beraveradi aka. Boshdan orqaga o'rnashga keladigan bo'lsa, spoiler qo'yilgan, dvornik qo'yilgan, mana spirallar bilan jihozlangan, zatni kamera, to'rtta parktronik, zatni mos ko'rsatdik. Hop. Orqasi hozir bunda ochilmadi. Orqasi ochiladigan ana uni ochilsa kerak. Bularni ko'rayotgan, mana qoralardan ham bor ekan, azizlar. Hozir Jack M4da faqat oqi metallika svetda bor aka. Qora svetda hozir rasmlashga jarayonda ketyapti. Endi dokument ishlar ketyapti. Mana orqa bagajni yotkizib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu holatda ko'taradigan bo'lsangiz, mana ko'tariladi, joy paydo bo'ladi. Yana mana ancha bu yoqqa yuk ortsa bo'ladi. To'g'rimi? Xolisa odam, xolisa yuk. M3 ga nisbatan bagajning joyi kamroq, lekin M3 dan ko'ra razmer jihatdan uzunroq hisoblanadi aka bu. Bu 520 bo'ladigan bo'lsa, M3imiz 511,5 hisoblanadi uzunligi. Bu kengroq, lekin salon qismini juda keng qilib ishlab chiqarilgan aka. Sababi bitta kelib ko'rsatsa, salon qismini ko'rsataylik. Mana salonimiz juda keng joylashganda, kirganda keng ekanda, xuddi shunday. Keyin orqali deflektorlar 6 talik qo'yib qo'yilgan, pechka, konseyner bunda bor aka. Har bitta yo'lovchiga USB kabellar, zaryadni joylar qo'yib ketilgan. Xuddi shunday. Buni qulaylik ko'proq aka, M3ga nisbatan puli ham o'shanga yarasha, ya'ni pulni aytadigan bo'lsak, 240 million 180 ming so'm shartnoma asosida to'lov qilishadi. Xohlasalar Cheris Bank, xohlasalar naqd orqali xarid qilsalar bo'ladi. Yoki pechesni firma orqali xarid qilsalar ham bo'ladi. Aziz do'stlar, ekran nomerlari chiqarib qo'yganman. Telefon qilinglar, Zarfshon akaga uchrashinglar. Aka, oldingiga qaraganda qanchalar narx tushgan deb o'ylaysiz, Zarfshon aka? Oldingiga nisbatan $2000 dan ziyodroq tushgan. Bu. Ya'ni 19900 atrofida bo'lyapti. Adashmasa hozir bitta hisoblaymiz aka. Savol berdingiz, endi javobini olish kerak obunachilar. 243 million 180 ming so'm bo'lsa, narximiz, kursimiz 12 mingdan hisoblaganimizda $20265 bo'lyapti aka. Oldingi narxi $22500 sotgan skidka narxi bu. Bu degani $2300 skidkada ketyapti. $2300 skidkaga ketyapti. Shunaqa. Vashsha zo'r-ku aka. Qaranglar, $2300 skidkada azizlar, shoshilib qolinglar, ulgurib qolinglar, xohlagan tartiblarda bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Aka, masalan, naqdga olaman degan akalar kelsa, qancha deyish bitta? Naqdga oladigan obunachilar bo'ladigan bo'lsa, kelishadi, xudo xolasa ertalabda 100 so'm to'lov qilamiz. 3-4 soatda xudo xolasa mashina chiqadi. Bir kunchida xudo xolasa mashina olib chiqib ketadi, kelishadi, choyi, kofesi, obedi albatta tashkil motor hisobdan bo'ladi. Chiroyli bonuslar bilan xudo xolasa chiqaramiz aka. Gap yo'q aka.
Xo'p, Zarshok aka M3larga qancha aka bular narxi tushgan aka hozirda? Xo'p. Bular narxi oldinga solishtiradigan bo'lsak, $1545 ga 100% tushgan narxi. Eng qizig'i aka, bunga metan, propandan umuman muammo yo'q, 100% tushadi aka. Vahsha zo'r. Qaranglar, hozir ham narxi anchagina tushgan, ham rassrochka ketyapti. Shoshilib qolinglar, o'girib qolinglar. Har doim bunaqa imkoniyat bo'lmaydi. Rassrochka qachongacha davom etadi aka? Rassrochka bundan buyoq xudo xolasa davom etyapti. Qulay shartlar asosida, ya'ni mijozlar o'ylagan holatda aytib o'tdim-ku, yana ham qulay shartlar bor. Buni to'liq ma'lumotni albatta pastki nomerga telefon qilsa, menejerlar batafsil ma'lumot berishadi. Choy, kofesi albatta bizning hisobimizda xudo xolasa kelishadi. Bir kun ichida xudo xolasa maksimal harakat qilyapmiz. Rassrochka asosida sal 2 kunga cho'zilyapti, oldin aytish kerak. 2 kunga cho'zilyapti. Sababi bir kunda kredit masalasi hal bo'lsa, ertasiga mashina 100% minib chiqib ketadi. Balkim bir kundan hal bo'lib qolyapti. Endi har xil holat bo'ladi-da. Telefon qilishadi yana aka? Ha, telefon qilishadi, to'liq ma'lumot berilaveradi aka. Ammo obunachilarim kelsa-da, aka Isroil Self kanaliga keling desa, bonuslar qilib beramizmi aka? Xudo xolasa aka, Isroil Selfdan ko'rdik mana shu videoni, Zarshok bilan obzor qilishdi deyishadigan bo'lsa, chiroyli bonuslar qilib beriladi aka, обязательно. So'rashsan aka, so'rashmasa iloji yo'q. So'rashmasa foydasi yo'q-da, to'g'risi. Isroil Selfdan ko'rdim deb aytishadi, xudo xolasa chiroyli bonus qilib beriladi aka. Gap aka. Aka joningiz sog' bo'lsin, xudo xolasa yaxshi kun ko'rishaylik.